kimni o'ylantirasan? Otamni o'ylantirasan, hali men o'ylanganim yo'q. Bu uyga men meroschi, boshqa meroslar kerak yo'q. Haymi? O'zingni bos. O'zingni bos, o'g'lim, o'zingni bos. Shu yigitlar bir nimani bilmasa gapirmaydi. Sendan yoshi katta bular. Sendan ko'p kiyim yirtgan bular. Sendan ko'p borib kurtka yetgan. Sendan ko'p oyoq kiyim yirtgan. Bular kiyinishni bilmaydi, o'g'lim. Uylantiraman deyapti mana. Menga yaxshilik qilyapti. Mana shu yil men o'ylanaman, keyin sen o'ylanasan. Javob. Ha, mayli, lekin onamga nima deb tushuntirasiz, ha, dada? Onamni men o'zim tushuntiraman. Tayyormi kelin? Ketdik. Dada, Mana shu? ha shu. Yo'qol. O'zim eplayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hamma yaxshimi? Otingizni aytmadingiz. Uchrashganimizga bir yarim soat bo'ldi, bir gapirmaysiz bir og'izdan. Ana madaniyat. Ana oqibat, ana odamga bo'lgan muhabbat, ana odamga bo'lgan hurmat. Meni hurmat qilganingiz uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim sizdan. Rahmat. Nima edi bu? Kuyov!